Poytaxtimizdan qariyb 1100 kilometr uzoqlikda joylashgan Xorazm viloyati bilan respublikamizning boshqa hududlarini bog'lashda temir yo'l eng qulay va xavfsiz transport vositalaridan biri hisoblanadi. Shu bois so'nggi yillarda ushbu yo'nalishda infratuzilmani yangilash bo'yicha katta ishlar amalga oshirildi. Jumladan, Hazorasp temir yo'l vokzali yangidan barpo etilib, foydalanishga topshirildi. Bu ko'rayotganingiz Xorazmlik bir guruh nuroniylar jamoatchilik faollari erta tongdan yangi bir quvonchli voqeani nishonlash uchun yo'lga otlanishgan. Sababi bayram arafasida Xorazmning shimoliy darvozasi Hazaraspda temir yo'l vokzali yangidan qurib foydalanishga topshirildi. Temir yo'l vokzalining tantanali ochilishida viloyat hokimi Jo'rabek Rahimov, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati mas'ullari so'zga chiqib, prezident tashabbusi bilan amalga oshirilgan bu loyiha xalqimiz uchun yanada yengillik yaratishini ta'kidlashdi. Qizil tasmalar kesilib, vokzalda yo'lovchilar uchun yaratilgan sharoitlar mehmonlarga tanishtirildi. Oldin bu yerda bunaqangi vokzal bo'lmagan. Bir odamlar kelib, bir kichkina xonadan biletni olib, sovuqda turib, poyezdga minib ketgan. Lekin bugun go'zal, chiroyli, shinam, odamlarga ma'qul, juda yaxshi vokzal qurildi. Bu xalqimiz uchun juda yaxshi. Xalqimizning baxti. Halkımız bundan devletten razı bulup, prezidentden razı bulup şu yerde xursand bulup ketişadi. Elbette bu vokzalın kuruluşu yine Xorazm vilayetini salahiyetini küçeytirişke, onun sanatını küçeytirişke elbette xizmat qiladi. Hazarasp vokzalida amalga oshirilgan kapital ta'mirlash va hududni obodonlashtirish ishlaridan so'ng yo'lovchilar uchun sezilarli darajada qulayliklar yaratildi. Avvallari atiga 50 nafar yo'lovchiga bir vaqtda xizmat ko'rsatish imkoni hozirda 5 barobarga oshdi. Ushbu vokzalimiz bir vaqtning o'zida 200-250 ta yo'lovchiga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega. Bu vokzalimizning imkoniyatlarini aytadigan bo'lsak, yuqori darajada xizmat ko'rsatish xonalari, tibbiyot punktlari mavjud. Imkoniyat chegaralangan yo'lovchilarga hojatxonalar, ona bolalar xonalari mavjud. Ushbu vokzalda oldinlari 10 taga yaqin ishchi xodim bor edi. Hozirgi kunda 20 ta, yana 10 ta xodim ish bilan ta'minlanadi. Yangidan qurib foydalanishga topshirilgan Hazarasp vokzali endilikda kuniga 1000 nafardan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega. Bundan anglash mumkinki, hududda inson qadri uchun amalga oshirilayotgan loyihalarning ko'lami keng. Shahnoza Qalandar va Sultonmurod Jabborov, Xorazmdan.